O'tgan darsda biz ProView haqida o'rgangan edik. Bundan tashqari bilib oldikki, o'tgan darsdan Easy Relay agar yuklarga noodatiy trip duration, ya'ni yukka 1400 maylga deylik mana 3 kun berib qo'ysa yoki ba'zida 300 maylga 2 kun berib qo'yadi. Shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan mana bunaqa qilib belgilab qo'yadi. Mana 1,5 maylga bitta pick-up, bitta deliveryli yukka 6 kun belgilab qo'ygan. Mana 6 kun drop payti o'sha juma kuni bo'lsa 6 kun keyingi hafta qilib belgilagan. Shular haqida gaplashdik va early accept haqida gaplashdik. Bu facility oldin qabul qiladimi, yo'qmi, o'shani bilib olsak bo'ladi deb gaplashdik. Bu safar endi o'sha load boardni o'zida yana dispetcherlarga qanaqa yordam beradi Easy Relay, shular haqida ko'rsatib o'taman. Yana ham yaxshiroq ko'rinish uchun hide refresh settings bosib qo'yamiz. Shunda yana ham kattaroq ko'rinadi. Bu yerda birinchi o'rinda eng keraklisidan boshlaymiz. Bu yukka og'irligini yukka ochmasdan turib bilib olishinglar mana. Yuklarning og'irliklarini hammasini bu yoqda ko'rsatib turadi. Endi hammasi deganimda hamma yukda ko'rsatadi degani emas. Aynan Amazon shuni backendda belgilagan bo'lsa, shular ko'rsatadi. 44 ming bo'ladimi, 45 ming bo'ladimi, 46 ming bo'ladimi, hammasini ko'rsatib turadi agar Amazonda kelsa. Undan tashqari ba'zi yuklarda bobtail leglari bo'ladi. Uni bilasizlar, bobtail leg misol uchun sizlarga foyda. Mana bu yukda birinchi legi bobtail ekan. Bu degani ikkinchisiga to'g'ri boraversanglar bo'ladi. Misol uchun driverlar Eastvale'da emas, Fontanada turibdi-da, pick-upda. Siz hisoblayapsiz, hozir Eastvalga ulgurmayman 12 maylga desanglarda, birinchisi bobtail bo'ladigan bo'lsa, sirazi shu yukni bu qilaverasizlar, ikkinchisi mana 1.27 da bemalol ulgurasizlar. Birinchisi bobtail keladi, check-in check-out urib qo'ysanglar bo'ladi. Buni book qilishdan oldin bilib olasizlar. Buni mana bobtail ekanini yukki tepasida ham, ichkariga kirsanglar qaysi legi bobtailligini ham bilib ko'rsatib turadi. Bu ham dispetcherlarga juda ham ko'p foyda bo'ladi. Va yana bitta zo'r funksiyasi bor. Bu AI chat deb yozib qo'yadi. AI chat nima degani? Mana AI chat ko'rib turibsizlar. Mana shu yuklar, mana bu AI agentga chiqqan. Shu yuklarni bemalol gaplashib, narxini oshirib, AI bilan narxini oshirib olsanglar bo'ladi va o'sha yuklar qaysiligini bu yoqda ko'rsatib qo'yadi. AI chat haqida o'rganib oldik. Endi yana bitta funksiyasi bor. Bu misol uchun owner operatorlar yurg'izayotganda, company driver yurg'izayotganda ko'p kerak bo'ladi. Bu nima? Bu toll funksiyasi. Ya'ni mana yuklari to'li necha pul bo'ladi, qancha bo'ladi? Oldindan misol uchun bitta yuk olyapsiz, $1000 ga yuk olyapsiz-da, lekin uni to'li $300 bo'lib chiqishi mumkin-da. Shu narsani oldindan mana bu yoqda settings ga kirib, show tolls bosib qo'ysanglar, mana bitta qaysi yukda necha pul toll bo'lishini ko'rsatib turadi. Bu yerda endi baribir Kaliforniyada kamroq, lekin New Jersey tomonlarida bilasizlar, tolllar katta bo'ladi. Shuni mana tollari bemalol ko'rib tursanglar bo'ladi. Hammasi mana $200 tolli bor, boshqa tollar ko'rib tursanglar bo'ladi. Dispetcherlarga yana bitta foydali tomonlardan biri bu pick-upga bo'lgan masofani instantly hisoblash. Ya'ni bu yoqda 73 mayl ko'rsatyapti Teterborodan North Haven, Connecticutga. Lekin aslida qancha? Hozir bilib olamiz. Mana 85 mayl kerak bo'lsa 96 mayl chiqishi ham mumkin trakdan yuradigan. Bu yoqda 73 mayl ko'rsatgani bilan aslida bu yoqda 85-9 bo'lishi mumkin. Hozir kechqurungi payt bo'lgani uchun trafik yo'q, 1,5 soat ko'rsatyapti. Lekin bilasizlar, trafik bo'lgan paytlarida 2 soat ham ko'rsatishi mumkin. Shu narsa juda ham yordam beradi sizlar tez hisoblashinglar uchun. Keyingi darslarimizda Easy Relay'dagi eng zo'r funksiyalardan biri Apple's board haqida va boshqa qiziqarli dispetcherlarga foydali bo'lgan ma'lumotlar haqida gapiramiz.